Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Celaleddin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifeler Tarihi namlı kitabıda bugün Abbasilerin 13. halifesi, Müslümanların 13. sultanı El-Musta'in Billah'ın hayatı bilen tanışıp çıkımız. Bu kişi 248. yıldan Hicriye 252. yılı kadar hakim etmişti. Yani 5 yıl halife bolgan. Kunyası Ebul Abbas, ismi Ahmet. Yani bu Mu'tasim Billah'ın oğlu boludu. Harun Reşid'in nevrisi. Undaqda bu Mutevekkil'nin inisi. Tünüki Muntesir'nin tağısı. Bu kişi 221. yılı tuğulup, onысы bolsa Didek kelip çıkışı. İsmi Meharik, onısının ismi. Özüne ait Akpısma, çehrine ait Nurane, yüzüde azrak bir Cederi'nin izba. Cederi diyen bunda teri kesili, bu jukumluk teri kesili. Burunғы devirlerden ait köp. Hazır bu vaksina vakıza bilen bu köp yok asasen. Andın yani bir sesel tili bir az ravan emes. Mesela re diyemeydiğen, ya dep kalıdığan degenge okşaş. Muntesir ölgen vaqtida bütün askerler maslahatlashib shundoq degan ekanda, biz Mutevekkilning bolalarini xalif qilsanglar, bizning ishimiz chataq. Bizning ishimiz bu yerda davom etemmaydi debdi. Bu Türk askerlarining maslahati. Chunki Türklar egallab olganda hamda o'ltirdig'ini, chapidig'ini, tiklaydig'ini shu Türkning qo'lida huquqi vaqtida. Ular debdi-da undaqda Ahmed ibn Mu'tasimni bekiteyle. O bizim ustazımızın balısı. Çünkü Mu'tasim Billah Fergane'den, Kaşgar'dan Türklerine aynı vaxtıda ekkege adam şu Mu'tasim. Birinci olap Mu'tasim ekkege. Şu an yanıla bizim ustazımızın ki balısını kılaylı edip Adrem'de bulu Mutevekkil'nin cemaatinden bir aklam Mu'tasim'nin ki yeni bir oğlu boğan Ahmet taraftarı buladı. Şunun bilan bular 28 yaşga vaqtida Ahmet bunga bay'at qilishdi. Yani 28 yaşda xalifa bo'ldi. Bu 51 yılning 5-yili davom etdi bu avval. Xalifa bo'ldi 4 yil Allah'ta. Şu bunda iki de Türkler onunla bir xil ko'zga ilmas bo'lib oldi-da Musta'inni. Bazı işlerde mesela onunla özü kaçırıp algandek evvela oldu. Çünkü şu vaqtida Vesip bilen Buğa Bağır isimli bir Türk kumandanı ötürü etken. Bu Bağır aynı vaqtida Mutevekkilni ötürgen bula. Bu Türk kumandalar arsız bulavatkan besleşi, zidiyet koy bu orun taşı. Yani Musta'inning Vesip Buğa bilen işi yok. Bunlar degine asli Vesip bilen Buğa bek Musta'inni ko'ziga ilib ketmaydi. Hem Musta'in bunu bilan bek o'lpatdash emas bundan. Hatta bu vaqtda mundaq bir she'rlarni to'qilgan. Xalifa bir qapazdidir dedi. Vesip bilan Buğa arsida. Yani Vesip bilan Buğa boshqurdi dedi. Birdan mavi o'yintib yuradi-da. O ikkisi nima desa shuni deydi. Xuddi babg'a degan o'xshash. Yani shatut do'rab deganga o'xshash. O ikkisini degan gapini ijro qiladi deydi. Hem de bu Türkler bundan közgülmay sel tenekkur deymiz, bilmez kisilip jüge vaqtlarda bu qo'rqab derhal Samarradan Bağdat kaçıp ketdi. Çünkü şu vaqtda Samarra poytaxt eyni vaqtida. Hem de ular Türkler bunun biz özür bayan qilib qapılma yo keçiyor degandek gapni qilib bo'ysundiganlikqa buyruq Adam evet işte. Qaytib kel deb sorsumu onu mu demdi. Şuna bular bu solap qo'yaylar deb Mu'taz Billahni chiqarib turmidin. Mu'taz Billahga bayat qilib Musta'in Billahni ilib tashib etdi. Bu yeni bir Abbasilardaki bir xalifa hazırımdı. Musta'inni ilib deb hazır Mu'tazni saylayapti.
Endi Mu'taz Musta'inga qarshi ko'p qo'shin tayyor qildida. Bag'dodliklar bilan urush qilishga. Bag'dodliklarmi Musta'in bilan birga Musta'in tarafdori bo'lib urushga hozirlandi. Bularning orasida ajoyib voqealar yuz berdi shu oraliqda. Necha oy urush davom etib, nurg'un o'lim yetimlar bo'lib, hatto mol bahosi o'rlab ketdi. Baloy afat qopladi davlatni. Musta'inning ishi kaynak chekinishga boshladi. Ular hamda Musta'inni g'olab buni taxtdan tushirib deb sulhi qilishayli deyishdi-da. Bu vaqtda İsmail Qozi va ulardan boshqa kishilar nurg'un ta'kidlik ig'ir bo'lgan shartlar bilan bu sulhini ijro qilishdi. Musta'in o'zini o'zi 252-yilning 5-ida men bo'ldi xalifalikdan tushdim deb e'lon qilib, qozilar va ulardan boshqalarni bu yerda shohidlik guvohlikqa keldi. Shundan vasitga ketdimdi. Bu yerda 9 oy so'loqda yashadimdi. Onun bir emir davamlı qaraydı şu arlıqda. Anda yana Samarraga qaytib keldi. Şu arlıqda yürüydimdi. Qolda hech kelmaydi. Xuddi turmada yashaydigandek. Anda Mu'taz billah Ahmad ibn To'lunga odam evatib. Ahmad ibn To'lun shu vaqtida shu o'rda tarafda bo'lishi mumkin. Keyin Misrga evatgan. O Ahmad ibn To'lun kim o desanglar? To'lun bizning bir mashhur ism o. Burunda mesela Oy To'lun, Kun To'lun degandiki. To'lun degan ismni hozirmi Uyg'urlar qo'ydi. Oy To'lun deb bir artist varmi, To'lun deb bir artist varmi, tarix bir Uyg'urlar ichida. Bu nalik desanglar, Farg'onalik degi. Farg'onalik. O vaqtda hozirgidek o'zbek va kaza atalg'isi yo'q. Demak, bu hozirgi shu Qashqari, Farg'oni turklaridan tarkib topgan turklarda shu vaqtda. Musta'inning qishig'i bir buni o'ltagin deb Ahmad ibn To'lun odam evatdi. Ammo Ahmad ibn To'lun o'zine ait olim, ait zirak, aqlli, taqvo odam bu. Bu adam dedi ki, "Voy men xalifaning bolalarini qattiq o'tamayman" dedi bu odam. Qaranglar jasoratni. Bunga Saidul Hajib degan odam bu ishga o'zini men baray deb berib, shu yili Shavvol oyining 3-i bo'g'izlab o'ltirib etdi. Mana shu vaqtda 31 yosh bir balo xalifatiga. Bu o'zini ait tarixchi, fazil, adib xalifa edi. Onun ustiga shu ayni vaqtda davlatda keng yangilik kiyim kiyishni mush odam tunji paydo qilgan. Tonninki yangilarni aytdi, yo'g'on, keng bo'ldigan. Hatto buniki kenglikini 3 g'irich qilib belgilab bergan. Yo'g'on kiyimlardi. Hatto qalanisi va posma qalpoq kiyimlar. Bunu kichigiltib, burun asli uzun deb buni kichigilatgan. Hamda bu zatniki davrina ait oz cheklik bo'lsa-mu, mush davrda o'lib ketgan yana bir qism mashhur buyuklar bor. Jumladan Abdulhamid degan kishi. Asli Abdulhamid ibn Humayd. Bu mu 249-yil o'lib ketgan. Hijriya bu odam asli hadis rivoyat qilgan ayni vaqtdagi muhaddislardan. Muhaddislardan. Bu kishi ayni vaqtida nurg'un katta shu davrniki ulamolarda o'qigan. Mesela Vaqidiga o'xshash buyuklarda. Bu kishining shogirdlarimi bir-biridan sarxil. İmam Muslim, İmam Tirmizi, hatta İmam Buxoriylarmi. Onundan boshqa masalan Makki ibn Nuh deydigan buyuklar masalan bular o'qigan. Ulamolar baho bergan vaqtida bu kishiga o'zi shu vaqtida kitob yozgan, hadis to'plagan buyuk bo'lib ulamolar mesela ishonchliklar deydigan kitoblar yozilganda maxsus ishonchlik ulamolarni to'plagan kitoblar. Shu kitoblarda bu odamniki ismi shu qatorda zikr qilingan.
Yana bir büyük allama Ebu Tahir ibn Serh degan kishi. Asli ismi Ahmad ibn Amr ibn Serh bo'ladi. Bu kishimi ko'p ulamolarda o'qigan hadisshunos. İmam Muslim rahmetullahi alayh bu kishiniki shogirdlaridan. Bu kishi 250-yili o'lib ketganligi tarix kitoblarida xotirlangan. Yana bir büyük allama bo'lsa, shu davrdagi mashhurlardan Haris ibn Miskin degan odam. O'zi shu davrdagi büyük faqihlardan, muhaddislardan Mısırda qozilar qozisi mensibi bilan qozilik maqomida turgan nayt mazmut ulamolarniki biri bo'ladi. Bu kishi 154-yil tug'ilgan, ammo ilmni kichik vaqtida o'qiganmay, yeshi hali cho'ngib qolgan vaqtida ilm bilan shug'ullangan. Lays ibn Sa'dning shogirdi bo'ladi masalan. Lays ibn Sa'dning masal so'g'anligi qayd qilingan. Ondan başqa xili ko'p ulamolarda o'qigan. Ammo shogirdlaridan mashhurlar Abu Davud, İmam Nasai qatorliq kishilar. Bu kishiningki buyuk shogirdlaridan bo'ladi. Hatto İmam Ahmad rahmatullohi alayhidan bu kishi haqida so'ralgan vaqtida nayt yaxshi go'zal baholarni berish bilan birga bu odamga rahmat o'qigan, madhiya o'qigan. Ulamolardan masalan Yahya ibn Ma'in kerak yo'q odam deb baho bergan. O'zi nayt ishonchlik omonatdor degan İmam Nasai rahmatullohi alayh. Undaqda bu hadis shunaslarniki nayt yaxshi bahosiga erishganligi chiqib turadi. Bu odam Kur'an maxluq mu maxluq emasmi degan masalada fitnaga uchrab, shu Misrdan Bag'dodga elib berilgan ekan. Turmudi yetib, bu odam javob bermay turib, ya oq ya ko'k demay, oxiri mutawakkil xalifa bo'lgandan so'ng qo'yib berib, hadisshunoslik bilan, hadis o'qitish bilan shug'ullangan deyilibdi. Yana bir buyuklardan Bazz ibn Muqri degan dongli qori. Bu 10 xil qiroatdagi bir xil qiroatni taqat qilgan odam bu. Makkada yashagan, Makkada qiroat ilmi bilan Haram masjidining muazzini bo'lgan, Makkaning dongli qorisi bo'lgan. Ayni vaqtida İbn Kesir degan zot ayni vaqtdagi bu keyingi davrdagi İbn Kesir emas, İbn Kesir deydigan bir 10 xil qiroatniki bir peshvosi bor. Shu kishi o'qigan, shu Bazz ibn Muqri degan odam. O'zi Parisdan, ya'ni Parislardan. Ayni vaqtida hozirgidek emas. Hozir masalan cho'qim yerlik bo'lish kerak deydi. Amaliyotda bu odam Parisdan kelib Makkada 40 yil imom, 40 yil muazzin bo'lgan odam bu. Haramniki. Bu Makkaning qorilik shahodatini beradigan buyuk allomalardan shu davrlarda. Bular bu Qur'on Karimning qiroat ilmida nayt ko'zi ko'ringan, nayt puxta, namunalik ustozlardan sanaladi. 10 xil qiroat ilmida mutaxassis bolalar bo'lsa, bu odamniki ba'zi alohida farqli bo'lgan ko'z qarashlari bor Qur'on qiroat ilmida. Shunga murojaat qilsangiz bo'ladi. Yana bir shu davrdagi o'lib ketgan bir buyuk Hijriy 50-yil o'lib ketgan Abu Hatim Sijistani nomli kishi. Bu kishining asli ismi Sahl ibn Muhammad Sijistani deymiz. Kunyasi Abu Hatim. Abu Hatim nomi bilan mashhur. Keyingi mezgillar Basrada o'tgan. O'zi Paris kelib chiqishi. Ayni vaqtdagi tilshunos, grammatikarshunos buyuk ulamolarniki biri. Adabiyot sohasida mutlaq imom ayni vaqtida. Shu davrdagi Sibaviylarga o'xshash büyüklerden sanılır demde. Evet de bu adam keyin Ahfash deydigan katta bir lug'atshunos o'tgan. Shu ustozda Sibaviyning kitobini 2 qatim o'qigan deydi. Sibaviyning maxsus shu arab tilshunosligi grammatika haqida mashhur kitobi bor. Shuni o'qigan. Shu lug'at ilmini, she'riyatni yaxshi biladigan, she'rlari bilan bir-biridan yaqimliq, ma'nilik she'rlarni yoza oladigan odam. Ammo shu grammatikada boshqa cho'ng ustozlar qaragan vaqtida ozroq xamroq o'xshaydi. Shu
xalifelerninki cemaatinin öylerinde, bu da çoğun aynı vaqtida hazırgıdak televizor, internet mesela iş bolmagandiken. Ölümalar müşahir kılışıdığan, münazir kılışıdığan sorular vardı. Abi Osman el-Mazini deydiğen büyük bir allame ötkenken giranmaz şunası aynı vaqtida. Şu adam bilen şu xalifelerninki ordu saraylarında bolgan vaqtida bu adam ya bir iş bilen meşgul bolup aladı iken ya baldurak şu yerni çik olduraydı iken de bir nahvida sorap kalam ki de. Şu nahvidin bir endisi var ki. Burun hem de ölümalar münazir kılışıp özünün küçüğüne nah sınışıdı bir yerde. Özüne takva külliki bir dinar sadaqat kıldığan adeti varken bu adamın. Kur'an hepti bir tük tutağan adeti varken de. Özüm de kitap ticareti bilen şoğullanan adam. İmamlar bu kişinin nayette işencilik adam degan süpetlerini bölgen. Bu adam hem de nurgun kitaplarını yazgan bulup Kur'an'ın i'rabı deymiz, yırtıqçı hayvallı deymiz, uşar kuşlar, müzekker muannes deymiz, kış yaz deymiz, hesel ve heseler deymiz. Asasen köp temilarda nayet nurgun kitaplarını yazgan büyüklerden. Yani bir büyükümüz var. Bu acayip İslam tarihinde ötken nayet büyük allame. Mutlak allame deyişki oldu bu adamın. Hatta şu Türklerin fazileti dep biz hakkında bulapmış Uygurlar hakkında mı nayette eser yazgan büyük. Bu adam ismi Cahiz ismiyle meşhur. Asli kunyası Ebu Osman Ömer ibn Bahr degan boludu. Basrada yaşagan. Hicriye 159 yıl tugulup Hicriye 255 yıllara ölüp ketken. Arap edebiyatınınki Türki. Abbasilada Cahiz dese tanımaydigan adam yok. Bütün edebiyatçılar bu adamga bir kol bağlap turdigan adam. Bu adam 90 yaşlık ömür ko'rgan. Kitap xumar, kitap amraq. Hatta ahirda şu kitap besilip ölüp ketgan adam bu. Kitap xumarlıqdan. Nurgun kitaplarını yazıp qaldırgan. Lekin bizim zamanımızda kelgini bir neçe. Mesela El-Beyan ve Tebyin, Kitabul Hayvan, Buqala namlı kitaplar var. Bunun içinde en meşhur tiline ait güçlük boğan bu acayip bedi eserler bu. Bizim ilmi kalam, edebiyat, siyaset, tarih, ahlak, üsümlük, hayvanat, sanaat, nurgun. Asasen hem temida kitap izbaqada bu. Felsefeden mi şoğulunub bakkan. Şu devrinin büyük feylasıpları deyişkin buludu. Ediplam emes. Hatta İbn Haldun rahmetullahi aleyh şu edebiyat sahasını gep kılıp Arap edebiyatıda töt eser var, töt kitap var. Arap edebiyatının cini diyen bu adam. Birisi şu Cahiz'den El-Beyan ve Tebyin diyen kitabı. Yani birisi İbn Kutaybe'nin Edebül Katib namlı kitabı. Yani birisi Müberret'in Kamil namlı kitabı. Yani biri Ebi Ali Mekkali'nin Amali namlı kitabı. Bu töt kitap Arap edebiyatıdaki mucizevi kitap deyişki buldu. Cahiz doğruluq köprek sözlep qalımız. Bu adam esli Basrada yaşagan, Basrada nait kembagal ailelerde yaşagan. Bu nait işgüzü tompip çıqqan, doğunum yuğanço, sət. Bək körümsüz adam ki, nait kembagal turmuşda yaşagan. Ama lekin bu adamın nait roy yengil, çaqçaqçı, xuşçaqçaq adam kende. Öz kembagal ailede çoğun oğaçqa hem özün kichik ilim ügünenmegechke işgal çoğunup qalganda ilim ügünüp yani bir mezgil toxtap qalgan eken beliq setep, nan setep. Andi keşte ay dukka kitapçılarning aylıqı qağazçılar var mesela kitap köçürdigan şu vaqtida. Şularning qışığı berip bir dukkanını keçirip bir qonulay. Yamanç pul verip bir kiş qonulay dep. Keçide ayqaqninki dukkanlarda çere yürüp, kirip yürüp şunda öğrengen ilimni. Kichkiden tatip kitap xumar, kitap o'qishga bek amraq. Hatta onu ise bunun kitap xumarligidan vaysab ketgan. Ne chiqatim. Yaqutul Hamavi degan adam bu dağınıq tarixçi aynı vaqtdaki. Cahiz doğruluq, Cahizdek ilimni yaxshi ko'rdigan, kitapni yaxshi ko'rdigan bir adamni hayatımda anlab baqmadim. Qo'liga bir kitapla tushib qolsa,
o'qib tug'titadi deydi. Onun üstüne okusa ay kitap hammasi zehnida qolib qoldi ekanda, xuddi nimaga o'xshash desa, bir rasmga o'xshash. O'zing o'qigan narsani bob tartib bilan tasvirlab beradigan, yoza oladigan shaklda. Birla ilmda utuq qozongan odam emas bu ayni vaqtida. Ilmi kalom, tarix, fatvo, arab tilshunosligi, Qur'on tafsiri, arablarning tarixi, onun üstüne nayet fasahatli tili. Bu adamniki şu nazariy ilmi asosidagi eng jildizi shak. Yani har qanday narsalardan shaklanish bu adamniki şu keyingi mezgillarda bu yetilib chiqishiga asos turtki bo'lgan. Har qanday narsadan shaklangan, shubhalangan. Bu şu bu ilm o'rganishdagi, ilm nazariyasidagi bir xil falsafilik qarash, shaklanish. Bu jihatda İmam G'azalilar, bu johizlar bu jihatda sal o'xshashlik tarafi bor. Bular har qanday narsani haqiqiy bilish uchun shaklandi. Shu oraliqda undan izlanib maqdan gap. Zot Hijriya 255 atroflarida 860-yil, 68-yillarda milodiya 90dan oshgan paytlari bu kitap ko'rib o'zing kutubxonasida o'tirib, o'zina yaxshi kitap xumar odam bo'lg'achqa, shu kitobni atrofida butun kitob borda, egiz shu o'tirda o'tiriblar kitob ko'rayotgan. Shu kitob yiqib tushib bilan shu kitobning besilishidan o'lib ketgan. O'zi naytı aqliyatchi, ilmi kalomchi, hatta buni mu'tazili degan ko'z qarashdikilar bu mavjud. Bu odamniki xilma-xil mavzularda 360 parça eser yazganlık hatırlangan. Hazır kadar Kitabul Hayvan degan kitabi 8 tom, El Bayan ve Tebyin degan kitabi bu edebiyat sohasidagi meşhur eser, bu 4 tom. Bulab El Bayan ve Tebyin degan kitabını qarindoshlarga tavsiya qilaman. Bek tez murakkab kitoblarning biri. Yana birisi Bexilla nomli bir kitobi bor. Hamda hazil chaqchaq bilan yozilgan edebiyat kitobi. Bu kitabımı ko'rish tegishli bek. Biz başta bir o'tdik bu odamniki setlikidan cho'shqa 5 qatim surati mubaddal bo'lsa, ya'ni mendan chiroyli bo'ladi degan ekan. Buna chaqchaq aralashtirib degan gapi. Yani demak o'zining setlikini ifodalashda bu odam oshunchalar ishonchilan o'zaman mushunchalar sat deb degan gapi bu. Uningdan boshqa şu vaqtida aytib bir chiroyli qamlashgan bir ayol bu odamga bir to'y taklif beribdi-da. Men sizlar bir to'y qilsam degandikin, joiznati xushchaqchaq odam bak, chaqchaq qiladigan. Bu ayolga savol qo'yapti. Bu o'zingiz bak qamlashgan chiroyli ekansiz, mendek bir soatni tanlab qolibsiz. Buning sababi nima ekan desa, ham joiz ham shu davrdagi mutlaq aqlli odam, bak zirak aqlli odam bu. Men bir güzel, siz bir aqlliq. İkimiz to'y qilsak, mening güzellikimde, sizin aqlingizda bir farzandlik olsam deyman. Bu ayol bak aqlli ayol ekanda, deb shunaq debdi-da. Johiz chaqchaq qilib debdi-da. Sizin aqlingizni tatib, mening sirtimni tatib qasqanda olar deb. Demakchi o'g'ini ayolni sal do'trak ko'rsatib, o'zining chiroyini bunda sat bo'lganligini ifodalash orqali yani bir chaqchaq aylantirgan deyildi. Eng muhimi bu adam Arab edebiyotidagi bir peshvo deyishga bo'ladigan buyuk allomalardan. Shuna qilib bugun bu odamning tarixi tugab ketdi. Bu 3-chi xalifaning hayoti oxirlashdi. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.